Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Baliqchi tumani Yangi hayot MFY 6799 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 860 metr, eni 117 metr tashkil qiladi. Ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Bir marta sug'orish ishlari amalga oshirilgan. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 50 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,20 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Barakot qishloq xo'jalik kooperativi 2025 ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Bu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4500 kilogramm, jami 45 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.